Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan BuyTrading saytidan boshqa o'yinini o'ynab, ya'ni tayyor signallar bilan daromad qilish haqida gaplashib o'tamiz. Demak, BuyTrading sayti haqida yana ikkita video kanalimizda bor. Mana bu videolar. Agar sayt qiziq bo'lsa, bu videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana saytga kirishimiz bilan bizga birinchi bo'lib registratsiya oynasi ochiladi. Agar yangi bo'lsa, hozir tezda sizlarga registratsiyadan o'tishni ham tushuntirib beraman. Birinchi qatorga email pochtamizni yozamiz. Yozganimizdan keyin mana bu tugmani bosishimiz kerak va bizani email pochtamizga kod jo'natadi. O'sha kodni ikkinchi qatorga yozamiz, uchinchi qatorga parol o'zimiz yozishimiz kerak. Keyinchalik profilimizga kirishimiz uchun to'rtinchi qatorga temaymiz va bu yerdan sign up tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Demak, sizlarga bu saytdan qanaqa qilib pul ishlash kerakligini o'tgan videolarda ko'rsatib o'tgandim va o'tgan videoda sizlarga BTS 28, ya'ni BTS valyutasida pul ishlash ko'rsatib o'tgandim. Bugun Ethereumga signallar olib, biz boshqacharoq o'yinni o'ynab pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, main bo'limiga o'tsak, bu yerda o'zimizning profilimiz bor, balansimda $14 bor. Shuni ozgina ko'tarib, sizlarga pul yechib ham o'taman. Demak, top up tugmasini bosib, biz bu saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. Misol uchun 100 bir marta bosib top up tugmasini bossak bizga USDT TRC 20 manzil beradi. Xohlasak QR kod orqali sarmoya kiritishimiz mumkin yoki pastda adres berib qo'ygan, shu adresga kopировать qilib olib, shu bergan adresga biz pullarni o'tkazib upload tugmasini bosib biz pul o'tkazgan skrinshotimizni joylab qo'ysak bo'ldi. Bizning profilimizga uzog'i 5-10 daqiqani ichida bizning pullarimiz kelib tushadi. Keyin bemalol pul ishlashimiz mumkin. Minimal sarmoya kiritish $10 dan boshlanar ekan. Demak, katta balansda ham ishlab ko'rdim, kichkina balansda ham ishlab ko'rdim. Kichkina balansda sal daromad qilishinglar qiyinroq bo'ladi. Demak, sarmoya kiritishni ko'rsatib o'tdim. Bu oson qolgan saytlarga o'xshaydi va sarmoya kiritganimizdan keyin sirazi pul ishlasak bo'ladi. Undan oldin biz birinchi bo'lib bu yerdan kalkulyator bo'limiga o'tamiz. Har doimgidek bu yerdan 2 ga o'tkazamiz. Step 8 turish kerak va balansimizdagi summani yozamiz. Bizga ko'rib turganinglardek, o'zi avtomatik tarzda bizning balansimizni 8 ta dagonga bo'lib beradi. Biz shu bo'yicha сделкаlar ochishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz sekin uje boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, mana shuni skrinshot qilib olasizlar yoki haqqadir yozib olib bemalol ko'rib foydalansanglar bo'ladi. Endi biz bu yerdan Ethereum 10 tugmasidagi Go Now tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga yangi o'yin ochiladi. Demak, bu o'yinni o'ynashni ham ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib hozir Telegram guruhiga o'tib olamiz. Mana Telegram guruhiga o'tib oldik. Bu guruhda ko'rib turganinglardek mana bu Ethereum 60 sekundga o'tishimiz kerak yoki bu yerda mana zakrepleniy kommentariyaga o'tsak, bu yerda ham mana BuyTrading Ethereum 60 sekundga o'tamiz va bu yerda bizga uje tayyor signallar beradi. Demak, 312-o'yin ekan, bizga 312-o'yinga qizilga qo'ydi. Demak, bu yerda yashil va qizilga qo'ysak bo'ladi. Hozir bitta o'yinga sal ulgurmay qoldik. Demak, period bo'limiga o'tib, biz qaysi o'yin bo'layotganini ko'rishimiz kerak. 312-o'yin ekan va 312-o'yinda bizda lose bo'pti. 313-o'yinga ko'rib turganinglardek qizilga qo'ydi. Demak, kelinglar biz bu yerdan summani yozamiz, ya'ni 8 ta qadamli stepga muvofiq biz summani yozishimiz kerak va bu yerdan qizil ustiga bir marta bosib trade tugmasini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir o'yin boshlanib qoldi, bizga stavka yopilib qoldi. Keyingi o'yindan biz qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bitta Telegram kanaliga qarab olamiz. Ya'ni hozir saytda sal uzilish bo'lib qoldi. Kelinglar bir marta perizagruzga beramiz. Sal ishlamay qoldi bizda. Demak, ko'rib turganinglardek mana o'yin boshlandi. Hozirda 00 sekund turibdi. 7679 ta odam onlayn o'ynab kelyapti bu o'yinlarni. Demak, Telegram guruhiga o'tamiz. Ko'rib turganinglardek 314-o'yinga yashilga qo'ydi. Demak, biz summani yozamiz. Bu yoqqa 0.41 yozib yashilga qo'yishimiz kerak va uzr so'raymiz, bizda ozgina uzilish bo'lib qoldi. Demak, bu yerda period bo'limiga o'tib, biz qaysi o'yin ketayotganini ko'rishimiz kerak. 314-o'yin ketayotgan ekan. Demak, biz endi Telegram guruhiga bitta qaytib olamiz. Demak, bizga signal berdi. 315-o'yinga qizilga qo'ydi. Biz bu yerdan summani yozishimiz kerak, ya'ni o'zi step by step bergan summani yozamiz va trade tugmasini bir marta bosamiz deganda, lekin ko'rib turganinglardek 15 sekund bo'ldi. Bu o'yinga biz ulgurmay qoldik. Demak, bu o'yin natijasini kutamiz. Mana bu o'yin bizda yashil chiqdi. Sirazi Telegram guruhiga qaytamiz. Lose berdi va 316-o'yinga bizga yana qizilga beryapti. Demak, kelinglar biz hozir qizilga qo'ydik deb o'ylaymiz-da, pulni dagondan boshlab ketamiz. Ya'ni 0.086 dan qo'yamiz. Qizilda turibdi trade va yana bir marta confirm tugmasini bosib olsak bo'ldi. Bizning o'yinimizga pul tikildi. Endi biz o'yin boshlanishini kutamiz.
Mana уже bizda o'yin boshlandi. Hozir sizlar bilan natijasini kuzatamiz. Biz qizilga qo'ygandik, ko'rib turganingizdek qizil chiqib berdi va bizga g'alaba, balansimiz sal ko'paydi. Endi bu yoqdan yana biz Telegram guruhiga qaytamiz. Keyingi o'yin yana qizilga beryapti. Yana biz summani boshida o'sha kalkulyator bo'limida hisoblab olgan summamizga qaytaramiz va yana qizilga o'tishimiz kerak. Demak, summani yozamiz, qizilga bosamiz, trade va confirm tugmasini bosib olsak, bizga success degan yozuv chiqaradi. Endi biz o'yin boshlanishini kutamiz. Mana bizda o'yin boshlanishiga 2 soniya qoldi. Hozir sizlar bilan natijani kuzatamiz. Biz yana qizil tarafga qo'ygandik, chunki Telegram kanalida bizga qizil deb ochganda. Demak, ko'rib turganingizdek yashil chiqib berdi, yashil va fioletoviy, ya'ni 487 va 1.95 koeffitsiyentli. Endi biz yana sirazi Telegram kanaliga o'tamiz. Keyingi o'yinga bizga yashilga qo'ydi. Demak, keyingi dagunli summasini kalkulyatordan ko'rib olamiz. Demak, yozganimizdan keyin yashilga o'tib, trade va confirm tugmasini bosib, endi biz o'yin boshlanishini sizlar bilan kutamiz. Mana o'yin boshlanishiga 2 soniya qoldi. Hozir sizlar bilan natijani kuzatamiz. Biz yashilga, ya'ni greenga qo'ygandik va aylanmoqda. Xuddi shu tariqa o'zingizlar ham ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, bizda yana bitta поражение. Endi biz yana Telegram kanaliga o'tamiz. Keyingi o'yinga bizga 319-o'yinga sirazi yana yashilga beryapti. Demak, bundan oldin ham yashil, hozir ham yashil. Biz summani ko'rishimiz kerak. Keyingi summamiz xuddi shu summa ekan. Endi yashilga yana trade va confirm tugmasini bosib, biz o'yin boshlanishini kutamiz. Mana o'yin boshlanishiga 2 soniya qoldi. Hozir sizlar bilan birgalikda natijani kuzatamiz. Biz yana yashilga qo'ygandik va ko'rib turganingizdek yashil va fioletoviy chiqdi. Bu bizga yutuq degani. Demak, yana Telegram kanaliga qaytamiz. Bizga mana win degan yozuv chiqardi. Keyingi o'yin yana yashilga qo'ydi. Biz kelinglar yana o'zimizni boshlang'ich summamizga qo'yib, yashilga trade va confirm tugmasini bosib, o'yin boshlanishini kutamiz. Mana o'yin boshlanishiga уже 2 soniya qoldi. Hozir natijani kuzatamiz. Biz yana yashilga qo'ygandik. Ya'ni bundan oldin pobeda chiqib bergandi va ko'rib turganingizdek yana bitta bizga ketma-ket pobeda chiqib berdi. Endi yana Telegram kanaliga o'tamiz. Yana yashilga biz yana o'sha boshlang'ich summadan bemalol o'ynab borishimiz mumkin. Xuddi shu tariqa o'zingizlar ham mana shunaqa balanslarni farm qilib borsanglar bo'ladi. Aytib o'tgandek, kichkinaroq balans bilan sizlar kichkina summalarni ishlab ketasizlar. Agar kattaroq balans bilan kirsanglar, kuniga bemalol 10-20 dollar ishlab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni men BuyTrading saytida kichkinaroq summadan, OkTrading saytida men kattaroq summa, ya'ni 1000 dollar bilan kirgandim. Buni videosi YouTube kanalimizda ham bor, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, o'yin boshlanishini kutamiz. Mana o'yin boshlanishiga 1 soniya qoldi. Bizda keyingi o'yin, hozirgi o'yin nima natija chiqaradi, sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek qizil chiqarib berdi. Bu уже bizga поражение deganim. Demak, keyingi o'yinga yana bizga yashil beryapti. Kelinglar, yana yashilga dagonniy summasi bilan biz bemalol pullarni qo'ysak bo'ladi. Demak, yashilga o'tamiz. Trade va confirm tugmasini bosib, yana bitta yutqizish ushlab, videoni pauzaga qo'yib, balansimizni o'zimiz ozgina farm qilib, pul yetishni ham ko'rsatib o'taman. Agar hozir o'zimiz o'ynasak, sal video cho'zilib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun bitta yutishdan keyin sizlarga videoni pauzaga qo'yib, sal 15-16 dollar qilib balansimni pul yetishni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana o'yin boshlanishiga 2 soniya qoldi. Hozirgi o'yin natijasi bizga yashil chiqib berish kerak, chunki biz yashilga qo'ygandik. Demak, ko'rib turganingizdek yutuq chiqib berdi va bizning balansimizda yana pullar ko'paydi. Endi aytib o'tgandek, men videoni pauzaga qo'yib, sal balansimni oshirib, sizlarga pul yetishni ham ko'rsatib o'taman. Mana oradan 1 soat o'tdi, ko'rib turganingizdek уже balansimizda 18 dollar 66 sent bo'ldi. Ya'ni 1 soat polni faqat shu o'yinni o'ynamadik, orada boshqa narsalar ham qildik. Общий aytganda, videoni pauzaga qo'yganimizga 1 soat bo'ldi va balansimizni shunaqa ko'tardik. Demak, bemalol kichkina summa bilan ham o'ynasanglar bo'ladi. Agar 8 qadamli dagonida sizlar minusga kirib qolsanglar, kompensatsiyaga yozsanglar bo'ladi, sizlarning pulinglarni vazvirat qilib berishadi. Demak, endi bu saytdan pul yetish qanaqa bo'ladi desanglar, buning uchun withdraw tugmasini bosamiz. Birinchi bo'lib bizga o'zimizni USDT manzilimizni saqlashni so'raydi. Buni birinchi videoda sizlarga ko'rsatib o'tgandim va minimal pul yetish 10 dollardan boshlanadi. 1 dollar bizdan komissiya olib qoladi. Demak, balansimizda 18 dollar 66 sent bor edi. Biz adresimizni saqlanib qilganmiz. Pastdan withdraw tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga ko'rib turganingizdek successfully degan yozuv chiqardi va bizga yetgan pullar обработка ketdi. Uzog'i 15 daqiqa 1 soatda bizning pullarimizni tushirib berishadi. Demak, pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek sayt ishonchli, to'lov jarayonida bemalol sizlarga ham tayyor signallar orqali pul ishlamoqchi bo'lsanglar, saytga kirib pul ishlashingiz mumkin. Demak, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Video opsiyasidan bo'lsa, signal beradigan guruhini silkasidan olishingiz mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlayverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.